Assalomu alaykum tuğanlar, hurmatlı жылқы suyucular. Sizlerge jana noqatdagi toy jana жылқы qulunlari sizlerge tarif ko'rsatib bereli dostlar. Sizler bizim kanaldan alыстабай көрүп туруңуздар, баларды билип туруңуздар. Негизи noqatın аттары кандай достар? Мына жерде чоң аттар келиптир. Шуларды да бир көрсөтөлүчү. Канчадан экен бул аттары? Qancha otasi ekan bu? Ha? 500 ming so'm. Bu jashi qanday buni? Ha? 2 jashar ekan bunaga. 2 jashar. Sonda qayoqdan otlari bular? Chelyabinskniki. Paroda shunda Rossiya qoladi ekan-da. Shunda qancha berib qo'ydi da? Juda past beradi. Qancha? 180 ming so'm berdi. Yo'qo'ga biroga. Biroga. Bunaqa berdi-da shunda. 180 ming so'm. Tortib ko'rsatib beraylik. 180 ming so'm. O'ta sindu bu. Otagan negizi. Ulog'i bor yo'qmi? Mingga emas. Ha, mingga emasmi ekan? Jan uylanchi ekan-da. Hozir ekan. Bunaqa. Hoca siz qanchada otasiz? 150 ming so'm. Parodasi qanday qoladi? Rossiya. Jashi qanchada? 1,5 jashar. Ulog'i bor. Hem yuratilchi ekan dostlar. Mana. Ya bu qulundar da qanchada otasiz? Poltorashkami? Qanchadan otasan bor? 350 ming so'm degan. Qanday paroda shunda? Abakan parodasi. Atach sindu taylari. Nima ekan do'stlar? Telefon nomeri qoldirib qo'yaylik aka. Qoldirmaysiz ha? Qoldirib aytganmiz. Buna qoran qanchada otdi? Ha? Beringizga. Egasi qaysi? Ayga otlar urishib ketdi. 300 ming kam bor. Parodasi qanday bo'ladi shunda? Rossiyskiga. Jash qanday shunda? 3 yashar. Uloqa kirganmi? Ming azov. Ha, azov ekan do'stlar. Assalomu alaykum. Hoji aka, qandaysiz? Oqsup aka? Otni jashi qanday aka? Bir tanishtirib ketsangiz ham. 3 yashar. Parodasi qanday bo'ladi shunda? Aralashdan ha? Qancha deyapsiz? 350 ming so'm. Ulog'i bor. Uloqqa chiqalik. Hem yuratilchi ekan-da, yuratilgan. Jevichi yaxshi. O'zi qanday o'zi? Jumshoq. Telefon nomeri qoldiramiz-mi, yiqilavsiz aka? Aytib qo'yaman-chi bir ko'ruvchilarga. 53 menan 98 73 33. Aka otni ko'ringizlar. Qoziqlardan beri tortib beray. Bir aydanchi aka bir oyoq taqtara tomosha qilaylik. Mana do'stlar, otni ko'ringizlar. Qanday ekan? Bor beringizlar. Ketib qoldi ekan bunaqa. Mana do'stlar, janobi otning telefon nomerini sizlarga olib beraylik. Telefon nomeri 51 bilan 20 24 68 nomeriga. Joqqan bo'lsa baylanishingizlar, otni ko'ringizlar, bor beringizlar. O'ta cho'ng ekan, rossiyskiy paroda. Sindu to'ylar ekan, neydi? Sindu otlar ekan. Mana 100 ming so'm berdi. Allah barakasini bersin. 100 ming. To'y ekan do'stlar.
Jaş qancha shunda? 2 jaş. 100 ming so'm berdi. Qaylar bog' bo'ldi. Qancha bo'lyapti ekan, az bilamiz. Qaysiga berdi shunda? Allah oladi. Tandam 105 ming so'm. Tanda olayotgan do'stlar. Bog' bo'ldi. Mana ko'rdi do'stlar, 105 mingga berib aytadi. $105 so'm. Mana do'stlar, janobi 105 ming beradigan TV az bog' bo'ldi, ko'raylik. Cho'g'ir. Qancha bo'lib qoldi shunda ekan? 130 ming. 130 ming. Qaysi? Zamon chekidagi va tanlashi va. Voy, menga qarang, bering, men 30 dollar oldim hozir. Endi Ariq. Pulizam zo'r pul aka. Berdimi bir narsa yanim yo'q. Orasiga kel. Qol aka, sotib bozor kelgan 1-2 ming o'zingiz yurak bu yerda turgan bo'lsa bu yomon olmaydi. Men yomon. Bo'ldi, o'zingiz aytingiz. Berdim. Zo'r pul edi aka. Foiz ariq aka. Bitta qo'sh. Jeyt ichet, men adres to'liq beraman. Sen aka. Bu qancha? 2 ming to'sh. Ozmozin Alloh bersin aka, sotavering shuni. 112 aka, rahmat aytasiz. Mana shu bolani aytgan qilaveringlar. Mana shu bolani aytgan qilaveringlar. 2 ming so'm, 2 ming so'm aka. Aytdim. Mana 112 ming so'm. Kim ordin oldidan puldan chiqib ketali bu. 112 ming bersin. Bor bor. Yo'q, berasan. Mana bermasin. Aka. Bering shuni. Aka, qolsin shuni. Qara. 15 verin bu. Verin sen eken. Sen eken. Verseniz eken. Kişilerin bir patron eken kişilerin. 115 ming so'm. 115 ga olsa ver. Ver sen. 115 ga olsa ver. Bor bor eken. Adam gap yerda qolmasin. Bu yoq olmayapti, bu olyapti. Mana bolam kimga kiraver? Yo'q, shu kilo voy. 30 yildan beri jil qilmas. Aka qo'rqmaysiz o birodan. Yaxshidan solasiz. 115 beraverin. Ver sol. Bersa o'zingiz. Yaxshidan solasiz. Uyga borganda qo'rqmaysiz. 3000 so'm men. Просто o'tariq bu. Sen aka 115 ga. Kursasizmi? Yo'q, 100 so'm beraman. Yo'q, mana 115 ga sen. Güzel. Maçtan bozardan maçtan alsam. Aka 115 ming to'y sotasizmi? Ey Hüsön. Var baraka Hüsön. Aytgandan kichkina qo'ydiram. Ey Hüsön, ver 115 ga ber. Aka 1-2 ming so'mga qo'ranadan soting bor baraka. Aka chiqsin bermasa kursam. Ver. Ya azmazı Xudo bersin. Ey Hüsön. Kursam bo'lsangiz bering, bo'lmasa yo'q. 115 ming. 100 so'm bermayman, men chiqaman. Va'da so'z tut. Mana masakam gapni tashlamadim. Bak! 115 ming so'm. Tanda olishgan. Qayda chiqsa rahmat berib, pul bermaydi. Qayda chiqsa ber. Boshqa odam ertangdan qo'ydi qo'ydi. Tanda olishgan. Men aka chichchanim oyaqday qo'ng aka, men ham o'talam, jem olam, jediraman. Uni qarashga. Ha, men oyaqday qo'ng, badangiz turadi, bering. Bering aka. Yaxshi berdi. 100 so'mga bo'ladimi deb ketib qolib, pul berish kerak ekan. Durumi? Mamnun, pulim oling, mana shu terida oluvdim aka. Ver. Shundan qo'y, barakasini bersin aka pulni. Aytyapman, 2 sari ol. 32 ming so'm. Bering. Senin aşkını bence sorarım. Veriyor arkadaşlar. Bu ne? Öğrenin.
Мынага достор, мына ушул от 130 миң сом болду деген. Үйүлүш болуп чыгып көрөлүчү. От көрүңүздөр. Кочкулар тebe боттар. 130 миң сом бердик. Oldu sayılır. 130 миң сом. Ona qanchaga chiqdi da 130 mingdan? Ha, taqsir? 4 yashar ekan, ha? Ya qanchaga berib edingiz aka? Ha, bobolta. Bobolta. Qanchaga chiqdi aka? 130 lira. 105 ming so'm dedi. Hamma qo'shyaptimi? Ko'targaniga sotasan. Bo'ldi. Bo'ldi. So'z bo'ldi. Ammo bayaqnday qilmayman, qiynay beraman. Bo'ldi. Razmisiz? Bar. 105 ming so'mga ketdi. Yüz beş ming oldu shunda yo'q. Qancha oldi shunday? 105 ming so'm bo'ldi. Qancha? 105. 105. Qaysi bog' bo'ldi aka? Qaysi bog'? Qarat. Qarat qayerda turadi? Ko'k kamin turadi, qarat. 115 qildi. 115 ming so'm. Qizil Qashqovi. O'shan janda qarata qo'y. $115 ming so'm. Aka do'stlar, janobi bog' bo'lgan shul. Shuli 105 ming berdi shu, ha? 15. 115 ming so'm. Qora bayroq shayton. Tazaka pul qancha deb? 115 ming so'm. Nega savdog'i? Bakın şu döneme var çok. Aka do'stlar, 120 mingga berib edi. Shul. Boytal ekan ha bular? Baytal ekan. Qancha dedi? 200 ming dedi. 200 ming. Ama çoğun ekan bu.